olaman deb borganimda Eldor $100 dan $1000 narxlarini aytishdi-da. Albatta. Shunaqa zo'rlari bor, har xillari, sadaflilari, boshqalari. Shunda bildimki, musiqiy sozlarni ba'zi inson chaladi, oddiygina bir sozda shu arzon baholab, lekin uni turlari, shakli va bahosi ham har xil. Yana ba'zida turgan sari musiqani sozni qimmatlashadi. Ba'zida o'shanaqa eski yasalgan soz hozir yasab bo'lmaydigan holatda qimmatlashishi mumkin deyishadi. Bu borada o'zingizdan eshitsak, bir ma'lumotlar bersanglar. Shunaqami sozni qadri, narxi? Assalomu alaykum, avvalambor. To'g'ri aytdingiz. Asosan instrumentlar tut daraxtidan, o'rik daraxtidan, yong'oq daraxtidan yasaladi. Ularning qimmatligi aytyapsiz, hozir $1000 boradi. U ko'rganmiz oddiy dutor $1500 sotilganini ko'rganmiz. Sababi qurigan daraxtdan qilinadi ular. 40 yil, 50 yil o'sha quritib qo'yishadi, o'shandan qilishadi. Arzonroqlari yasalishiga qarab, daraxtning namligiga qarab, agar nam bo'lsa, tezroq endi ustalarning o'zini uskunalari bo'ladi. Daraxtlarni chopishga. Ular oson o'yiladi. Nam daraxt, quruq daraxt qattiqroq bo'ladi. O'sha uchun ko'proq turgan daraxtdan qilingan instrument cholg'usi qimmatroq bo'ladi. Va uni qanaqa usta yasashgan bog'liq albatta. Sir-sinoatini bilishadi, qayerga qanaqa santimetr, millimetr misol uchun o'lchab, bir-biriga yopishtiradi, kleylaydi, boshqa qiladi. Ustaning mahoratiga qarab narx baholanadi asosan. Sozanda ham uni baholay oladimi? Albatta. Professional sozanda birinchi o'rinda instrumentni, mana dutor oladigan bo'lsak, mana o'zimman mana shu dutorni, ya'ni yangi olmaganman, ustadan olmaganman, chaldirib chalinganini olganman, ya'ni oldin yasalganini. 2017-yil olganman. Bu aslida 2011-yil yasalgan. Usta Usmon nabirasi Anvar deb yozilgan bu yerda. Anvar Zufarov. O'rta Osiyoga, butun O'zbekiston va O'rta Osiyoga dutor, tambur, sato cholg'ularni yasab yetkazadi. Ustozda san'atkor. Men buni olishimdan oldin birinchi o'rinda dastasiga, ovoziga qarab, pardalanish, sozlanishiga qarab olganman. Yangi instrumentdan ko'ra eskisi yaxshiroq men uchun. Chunki tayyor qurigan bo'ladi. Yangi instrument olsam, yarim yil kamida men bu yerdan ip osib, chalib bo'lgandan keyin iplarni bo'shatib, men ilib qo'yishim kerak. Eski chalingan oladigan bo'lsam, dastasiga qarayman birinchi o'rinda. To'g'rimi, griflari, kosaxonasi deymiz, bo'g'iz deymiz, hammasi to'g'ri kelgan bo'lsa va ovozi ham yaxshi bo'lsa, shunga yarasha o'shanga qarab tanlab, chertib olamiz instrumentlarni. O'sha savolingizga o'sha javob bo'la qoladi. Ustozlardan meros demak sizga bu. Albatta, albatta. Buni dutorni ustozlardan meros deganingizga esimga tushib ketdi. Men olayotgan insonim Shohjahon Jo'rayev shogirdi bo'lgan. O'sha studiyalarda, boshqalarida ijro qilishgan deyshadi endi. Men ko'rmaganman, endi olayotgan insonim aytgan. Shohjahon Jo'rayev olib borganimda bemalol chalgan, boshqa qilgani mendan oldin ko'p ustozlar chalishgan ekan dutorni. Endi bugun hamma joyda har xil kasb rivojlanyapti. Zo'rdan zo'r ko'p. Qashqadaryoda ham yaxshi soz yasovchi ustalar bormi yoki hamma hali ham Toshkentga, poytaxtga murojaat qilish bilan bandmi? O'zimizda ham mana shunaqa qimmatbaho sozlar yasaydigan, ovozini, sozini hammasini chiroyli tarzda mukammallik bilan yarata oladigan sozanda hunarmandlar ham bormi? Faoliyat bilan tanishmisiz? Endi o'zimizda Qashqadaryoda ham ustalarimiz, hunarmandlar bor albatta, ko'p. Tanirganlarim ham bor, tanimaydiganlarim ham bor. Men usta Adham Rahimov bilan ancha payt ko'rsatuvlar qilganmiz, ular olamdan o'tdilar. Endi shogirdlar, yangilar bo'lsa ko'rsatuvlarga chaqirsak, hunarmandlar ham bormi shunaqa? Bor albatta. Endi soz tanlashda, olishda sozandalar ko'pincha quloqga ishonadi-da. Demak, men bu instrumentda cholg'usiga, ohangiga o'rgangan, mana bu ohangga o'rgangan inson eshitib o'sha ustani qidirishni boshlaydi. Men o'zimizda o'zim san'at kollejida, Qarshi san'at kolleji, hozirda Qarshi ixtisoslashtirilgan san'at maktabi bo'lgan. O'sha yerda tahsil olganman. Endi dutorni ohangga qarab, yasalishiga qarab, menga yoqqan, qaraganmiz.
Anvar akani ishi, ya'ni dutorlari. Dutorchilar ham, tamburchilar ham, satovchilar ham hozirda juda ko'pchilik Anvar akani cholg'ularini olishmoqda. Rahmat. Go'zalxon, bitta zo'r musiqa eshitmasak bo'lmaydi. Eldor bugun Albatta. chalmayman degandilar, lekin chaldirmoqchi. Ana shu Va musiqadan sho'xidan faqat to'y, ko'rsatuv qizyapti-da, shuning uchun Ha, shunaqa. shu joyda sho'x bir qo'lingiz yurishadiganidan, mana bu endi bundan keyin sokin chala olmaysiz bu g'ijjakdan keyin. Undan o'tkazadiganidan chalishingiz kerak-da, faqat kayfiyatli esdan. Bir maza qilaylik. Va ko'rsatuvimiz ham poyoniga yetib boryapti. Albatta. Va mana shu yakunda biz ham bir chiroyli asar eshitamiz. Xuddi shunday. Keyin bir tabrik ham bor. Mana shu chiroyli ijod namunasi qanotida. Otabekka qarang, unda test qilamiz. Birgalikda. Men chalib beraman. Ha? Siz xirgoyi qilasiz ashula. Qaysini? Na Munosib, bo'ldi Nigora? munosib tanlov. Bo'ladi? Balandroqda chaling baqa. Re bo'ladi? Sal yana bir shekillanadi. Ha. Raqsida men o'z ko'rayman. Shu qarayga ilhom berib Bo'ldi Go'zalxon, na bo'ldi Go'zalxon, bizga aslo qaramaysiz. Na bo'ldi Nigoro, bizga aslo qaramaysiz. Ko'rik ochilib buncha qumroq qaramaysiz. Voydon qaramaysiz. Yo o'zga kishilar sizga so'z o'rgatadirmi? Yo o'zga kishilar sizga so'z o'rgatadirmi? Yo'qsa nega bir so'z demayin yo? Qaramaysiz, voydon qaramaysiz. Har kun o'tasiz do'ppini boshga qo'yib egri. Har kun o'tasiz do'ppini boshga qo'yib egri. Olisda bo'lib buncha tamanno qaramaysiz, voydon qaramaysiz. Na bo'ldi Nigoro, na bo'ldi Nigoro, bizga aslo qaramaysiz. Na bo'ldi Go'zalxon, bizga aslo qaramaysiz. Ko'rdek ochilib buncha qumroq qaramaysiz, voydon qaramaysiz. Voy yondirasiz, voy kuydirasiz, voy yondirasiz, kul qilasiz. omon Rahmat. bo'ling. Sizdek Hurmat bilan- ijodkorga qaramasak